Mo'jizaviy super kuchlarga to'la dunyoni tasavvur qiling. Multi olamlar va vaqtlar aro sayohat qila oladigan olam. Siz 7-tipdagi sivilizatsiyadagi super inson bo'lardingiz. Yomon bo'lmasdi. Ammo unga qanday erishamiz? Bu video seriallarimiz orqali siz insoniyat qanday qilib 0-sivilizatsiyadan 7-sivilizatsiyaga o'tishini ko'rib chiqamiz. Biroq mavzuni boshlashdan oldin biroz bularni o'lchovchi ko'lam haqida gaplashamiz. Kardashev ko'lami. Ilk marta eshitayotganlar bu nega unday atalishiga hayron bo'lgandir. Xo'p, bu ko'lam rus astronomi Nikolay Kardashev tomonidan o'rtaga surilgan. Mohiyati sivilizatsiyalar qanchalik taraqqiy etganini o'lchash. Bu g'alati ko'rinadi, chunki sivilizatsiyalar vaqt mobaynida o'zgarib boradi. Masalan, qurollar. Tosh davrida o'tkir tosh qurollar ko'p narsani hal qilgan, lekin sivilizatsiyaning insoniyat qancha tosh qurol yasagani bilan o'lchab bo'lmaydi. Chunki hozir qurollar bu bombalar. Kardashev bunga fundamental o'lchov birligi kerakligini anglagan. Bu energiya edi. Sivilizatsiya insoniyat qancha energiya ishlab chiqarib, uni qancha iste'mol qilganlik darajasiga ko'ra bo'lindi. Kardashev bu ko'lamga 3 ta darajani qo'shdi, lekin keyinchalik boshqalar buni 7 tagacha kengaytirishdi. Xo'p, ko'lam nimaligini bilib oldik. Endi har bittasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Uni tabiiyki, birinchi sivilizatsiya bilan boshlaymiz. Lekin birinchi tip haqida gap ketar ekan, keling hozir o'zimizni, o'rnimizni bilib olamiz. Surprise! 0-tipdagi. Shunchalik texnologik taraqqiyotga qaramay, biz hali ham narvonni birinchi pog'onasida ham emasmiz. Biz haligacha o'lik hayvonlar, o'simliklarni qoldig'ini energiya sifatida ishlatamiz. Quyoshdan keladigan energiyani milliondan birini ola olamiz va biz haligacha tabiiy ofatlarni boshqara olmaymiz. Agar ertaga super vulqon otilsa, katta ehtimol hammamiz halok bo'lamiz. Siz hayron qolarsiz. Qanday qilib 0-tipdamiz? Oxirgi yuzlab, minglab yillar davomida qilingan o'zgarishlar hech narsami? Aslida unchalik emas. Olimlar hozirgi holatimizni hisoblab chiqishganda 0.7 chiqqan. Juda yaqin. Biz go'yo chorakdan 3damiz. Taxminlarga ko'ra, keyingi 100 yoki 200 yil ichida birinchi tip bo'lamiz. Keling shuncha vaqtni kutish o'rniga tasavvurimizni ishlatib, kelajakni ko'rib chiqamiz. Birinchi tipdagi sivilizatsiya. Xush kelibsiz. Siz daraja 1dagi Yer sayyorasiga keldingiz. Bilganingizdek, agar Yer birinchi tipdagi texnologik bosqichga erishsa, unda energiya va toza quvvat bu orzuni amalga oshirgan bo'lardi. Energiya juda muhim, chunki u texnologiya, iqtisodiyot va tabiiy muhitni quvvatlaydi. Shunchaki biz uchun qolgan narsa esa murakkab jamiyat bo'ladi. Kelajakka qarab yaxshi progress qilish uchun hozir muammolarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Ya'ni tozaroq, foydaliroq elektr sistemasi. Hillcrest Energy ommaviy kompaniyasi bu sohada yetakchi innovator bo'lib turibdi. Ular elektr mashinalarni quvvatlaydigan qayta tiklanuvchi o'zgaruvchan elektr tizimlari ustida ishlashmoqda. Hammasi birinchi tip uchun asosdir. Ular buni quvvat invertorlari orqali amalga oshirishadi. Invertor quvvatni elektrga aylantiradi. Hozir tushuntiraman. Quyosh panellari kabilar to'g'ri elektr oqimini ishlab chiqarishadi. Binolar, uylarimiz, elektr simlari hammasida qarama-qarshi liniyalar bor. Quyosh panellari ishlab chiqaradigan elektrni foydali qilish uchun bizga invertor kerak. Hillcrest esa bundan muhim o'rin egallaydi. Chunki ularda 0 voltli invertor bor. Boshqa invertorlar quvvatni elektrga o'tkazganda katta miqdordagi energiyani yo'qotadi. Lekin 0 voltli invertor boshqacha. U eng samarali invertor. U mashinangizga bir martalik to'liq quvvat bilan uzoqroq yurish imkonini beradi. Qayta tiklanuvchi resurslardan yanada ko'p energiya oladi. Yana hayron qoldiradigan joyi, Hillcrest bu texnologiyani atigi 3 yilda qurdi. Hozir esa investorlar bilan uni dunyoga chiqarish haqida o'ylamoqda. Bu ajoyib yangilik, chunki hozir dunyo bunday texnologiyaga muhtoj. Keyin esa bu texnologiya ortidan katta poyga boshlanadi. Shu sababli xalqaro invertorlar bozori 2029-yilda 117 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Hillcrest esa bunda yetakchi kompaniya bo'ladi. Bu yerda so'z o'yini yo'q. Yetakchi o'rin uni oladi. Va hozirgi texnologiyalarimiz tubdan o'zgaradi. Hillcrest esa bunda yetakchi bo'lgani yaxshi albatta. Chunki bizga ishlab chiqarilayotgan elektrni hammasi kerak. Hozirmi yoki ertaga farqi yo'q. Birinchi tipdagi sivilizatsiyaga yana nima kerak? Insoniyatga yana bir muncha narsalar. Masalan, kvant kompyuterlari, sun'iy intellekt, saratondan xoli meditsina yangiliklari, sun'iy tana a'zolaridan uzoqroq yashash kerak bo'lgan bo'lardi. Sayyoralar aro sayohat ham odatiy birinchi tipdagi sivilizatsiya. Mars va Oyda dam olishni xohlaysizmi?
Muammosiz. Ulkan toshqinlar, bo'ronlar va 21-asr tsunamilari endi o'tmishda qoldi. Yangi super energiya bilan tornadolarni jilolay olamiz, balki 100% yo'q qilarmiz. Yerga hapsolayotgan asteroidmi? Xavotir olmang. Shunchaki tugmani bosasiz va raketalar uni yo'q qiladi. Tabriklayman. Endi siz insoniyatga xatar tug'dirayotgan xavfdan yiroqdasiz. Birinchi tipdagi sivilizatsiyadagi hayot butkul boshqacha bo'ladi. Bu hammasi emas. Biz allaqachon buning bo'sag'asidamiz. Ingliz tili xalqaro til darajasidagi kommunikatsion til bo'ldi. Internet butun dunyo odamlarini birlashtirib turibdi. Yana yagona valyuta birligiga egamiz. Hozir sayyoramizda oldingiga nisbatan ko'proq tolerant va ilmiy insonlar bor. Yerdagi hayot ajoyib, lekin Marsda dam olishni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Quyosh sistemasini qolgan joylarini o'rganishimiz kerak. Sizga yana nima yetishmayapti? Keyingi sonimizda bunga javob olasiz.